Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bizda mana 7 santimetrli 7 ga 7 40 talik izraelskiy kasetalarimiz keldi. Bular объемda bor, sotuvda bor. Shuni ko'rib turganingizdek, bularning holati zo'r ideal. 7 ga 7 40 talik kaseta, eniga 5 ta, bunaqasiga 8 ta bo'ladi. Bunaqasiga 60 cm, bunaqasiga 40 cm kasetalarni turishi. 7 ga 7 bo'lgani bilan bu ichi to'liq 6 cm bo'ladi. 6 ga 6, chuqurligi ham 6 bo'ladi. Bunga 150-200 mg qorishma ketadi bu yerga. 150-200 mg qorishma ketadi. 48 taligi bilasizlar 100 mg ketadi. Qulupnayga juda ham ideal, yaxshi, zo'r kaseta hisoblanadi. Murojaat qilsanglar, объемda qilib beramiz. Soni cheklangan, bularni ulgurib qolinglar. Buni 2-3 ta sezon bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zimizning mesni kasetalarimiz o'tgan yil ishlatdik. Bitta sezonda uje masalasi hal bo'lib qoldi. Uni ishlata olmadik. Uje 2 ta sezonda ishlatib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bularni biz bir necha yil oldin video lavhalarini chiqarganmiz. Bu juda ham zo'r, ma'qul kaseta hisoblanadi qulupnaylar uchun.